Biz to'ychi. Tadqiqotlarga ko'ra 2024-yilda o'zbekistonliklar to'ylar uchun 12 milliard dollardan oshiq pul sarflashibdi. Xuddi shu yili davlat byudjetidan ta'lim uchun 6 milliard dollarga yaqin pul sarflangan. Tadqiqotdagi so'rovnomada ishtirok etganlarning 46% to'yga katta xarajat qilishga sabab qilib, jamiyat bosimi, elga to'y berishim kerak degan majburiyat javobini tanlagan. Men ham to'yimni 200 kishilik qilib o'tkazganman. Albatta bundan ham kichkina qilib o'tkazsa bo'lardi. Lekin yaqinda farzandli bo'ldim va raddomdan chiqish marosimiga hech nima sarflamadim. Osmon uzilib yerga tushgani yo'q. Menga bitta narsa har doim qiziq bo'lgan. Shu xalqimiz orasida to'y marosimlariga to'yinalar tashab, pul tashashib, qo'llab-quvvatlash ommalashgan. Bu bir tarafdan yaxshi. Lekin nega biz qo'shnimiz yoki qarindoshimiz ta'limi uchun, masalan chet elda o'qish uchun bunaqa pul tashashmaymiz? Yoki siz bunaqa vaziyatda guvohi bo'lganmisiz? Siz oxirgi marta ta'lim uchun va to'y uchun qancha sarfladingiz? Izohlarda yozib qoldiring.